Jigarlarim, tushunki, bu Humoyun o'rtamizning ikkinchi filial joyi Uramda joylashgan. Uramda yo'parasida, Chorraha, Uchko'cha. Dastaga ham yo'q bor. Assalomu alaykum, do'stim. Qadrdonim meni, tushunki, Xudo xolsa Marg'ilonda sizlarni o'ylagan holatda har bitta tochkaga joy qilyapsiz. Xudo xolsa bu ikkinchi filiali yana. Taklif etyapman. Uramda joylashgan bunisi, Chorrahada. Do'stim, yana nimalarimiz bor? Qo'y go'shti, mol go'shti til bor do'stim. Qo'y go'shti, mol go'shti, til. Pullari 35 ming, 35 ming, 40 ming. Qo'y go'shti, mol go'shti. Xudo xolsa skidka qilib berasiz, shuna. Inshaalloh. Nomer qoldirib qo'yaman, qilib ko'rasizlar. Bu yerda joylar ham bor, non choy, hamma yoq joylar bor, oilaviyga. Endi niqotlar ham bor bu yerda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, bormisiz? Assalomu alaykum. Aka, nima qana go'shtlarga bulaydi aka? O'zida rulet. O, mashalloh. Usullar ruletlar. Qazilar. Tovuqli rulet. Mashalloh. Tandirda pishgan. Yeganda shaylat uraganda Tuyoqlar. tuyog'imiz ham bor ekan. Ana jigarlarim, go'shtlari bor, kalla go'shtlari ham bor ekan. Nuqatlarimizdan gapiring aka. Nuqatlarimiz Mashalloh. Kilosi nuqat mana oltinga o'xshab turibdi. Mashalloh. Aka, 20 ming so'm kilosi. kilosi 20 ming so'm. Dastlabkamiz-chi? Dastlabkasi ham bor. Mashalloh. Akalar aloqa qilib qo'ysa, bexijolat, xudo xolasa inshaalloh xijolat qilib qo'ymaydi. Mazza madrasasi zo'r. Lakastamiz Uramda Tashqi tomonga kelganlaringda o'ngga Uramga, chapga sentrga yo'pparaga urulasizlar kerak mana. Yo'ppara joyimiz. Kelaverasizlar, bexijolat, nomer qoldirib qo'yaman, aloqa qilib qo'yasizlar. Mazza madrasa zo'r. O'zim yeb, tatib, sizlarga tavsiya qilyapman. Xudo xolasa bexijolat. Aka-ukalarimiz aloqa qilib qo'yasizlar, dastakka ham bo'ladi. Mabodo kesipaydan dastakka qilib berishadi, kesipaydan aloqa qilib kesipaydan qilib berishadi, dastakkalarda. Kesipaydan xudo xolasa 12 gacha bor. Kilosi 20 ming so'm akalar. Meni nomimdan sizlar yana ham xudo xolasa inshaalloh tarozi og'ir qilib, barakali qilib solib beradilar xudo xolasa inshaalloh. Hozir aralashtirib, buni aralashtirib beradilar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Yo'ni tushunkalar ham. Humoyunjon, do'stim bo'lasiz.